Ustokalar shurpot aralashtirib zerikdinglarmi? Mana sizlarga muammoni yechimi, texani ko'mirsiz bo'lgan shurpoti. Xo'p, bu shurpotimiz bilan qani bo'lmasa tanishib chiqamiz. Narxini video oxirida aytaman. Xo'p, bu shurpotimizda ikkita akkumulyator, bitta bistro zaryadchi chiqadi, stakanchalik. Shurpotimiz 21 volt, 2 amperli, 10 patrolli, 10 gacha bo'lgan siverlo tushadi. Birdan 20 gacha bo'lgan palajenada ishlaydi. Fonarlari bor, batareyka foizini ko'rsatkichlari bor. Shurpotimiz 50 newtonlik, 1600 оборотda ishlaydi. Shurpotlarimiz ko'mirsiz shurpotlar suvda ishlaydi deyishadi-ku. Baribir suvda ishlatmasangiz, suvda mebel qilmasangiz, hop, shurpot ko'rishingiz mumkin. Mayda naborlar bo'ladi, siverlolar bo'ladi, nasatkalar bo'ladi. Hop, bu shurpotimizga keladigan bo'lsa, nabori bo'lmaydi. Bunda ham ikkita akkumulyator chiqadi, bestroy zaryadchi chiqadi, 21 volt, 2 amperli. Bu shurpotimiz ham birdan 20 gacha bo'lgan palajenada ishlaydi. 45 newtonlik, 1600 оборот, minutiga 1600 marta aylanadi. Ishlashga bir alohida baho berasiz. Hop, bu shurpotimiz ham juda tez ishlaydi. Hop, shurpotlarimiz narxiga keladigan bo'lsa, bulusi 548 ming, bulusi 448 ming. Like bosib obuna bo'lishni unutmang.